Короче, biz hozir pampers kiyishni ko'rsatib beraman sizlarga. Qanaqa qilib buni kiydirishimni oldin ham ko'rsatganman, albatta ko'rsatib bermoqchiman. Oldin menda lipuchkalaydi, hozir men bilan mana bunaqangi knopkalarga o'zgartirganman. Yana ham mustahkam va zo'r turadi. Lipuchkani bir ikki marta yuvgandan keyin уже u yopishmaydigan bo'lib qoldi. Mana bunaqangi knopkalarni sotib oldim отдельно и вот. O'tkazamiz boshidan. Mana buni ochib. Kстати, men ichiga mamatiga vatный disk qo'yaman. Quruq o'zini qilmayman hayotda, chunki bu ichganda shunda olib tashlab olasizlar, vatный diski bo'ldi. Ba'zida shunaqa bo'ladi, pachkitsa bo'ladi, pampers ham baribirga ham. И вот mamutdan taqasizlar. Knopchkalarini shu knopkani o'rnatgandan beri sal taqish qiyinroq bo'libdi. Endi bilan ushlab turib shunda bosish kerak-ku. И вот так. Ko'rasizlar? И qanot. Опа. Опа. И вот все. Красотулечка готова. Oldida mana bunaqa ko'rinadi, как fartuk. Shuning uchun ham fartuk deyiladi. И вот. Fartuk taglik. Shunga chichadi. Chichgan payti vatный disk olib tashlayman и boshqa vatный disk olib qo'yaman. Bo'ldi. Kстати, bunaqa pampersga qushlar yoshligidan o'rgatilishi kerak. Kimdirlar ham o'rgatmoqchi bo'ladi, уже allaqachon qop katta bo'lgan qushga lichnaman o'rgatmoqchi bo'ldim. Solmishkamga, o'sha qiyin bo'ldi unga o'rgatish. Men уже unga o'rgatish fikridan ham qaytib bo'ldim lichnaman. Xohlamayman уже o'rgatishni unga. Bunga o'rgatishim shart, bu kiyib yurish shart, chunki bular baribir ham ancha-muncha krupniyroq chichadi, suyuqroq chichadi. Bularning ratsioni har xil mevalar, har xil ovqatlardan iboratda. Shu ratsionga yarasha ular chichadi. Quruq don yemaydi bular. Bu jigari va oshqozonni o'ldiradi quruq don berib boqish. Shuning uchun men bunga har xil narsalar beraman. Buni oqibatida albatta axlati boshqacharoq chiqadi, boshqa qushlarga qaraganda. Shuning uchun bu albatta kiyib yurish kerak bu pampersda. U ham, men ham toza yuraman keyin.